Xalqimizda bir gap bor. Qadri ne'mat ba'da zavol. Ne'matni qadri zavol bo'lgandan keyin bilinadi deb. Hozir qo'limizda shu ikki ne'mat bormi? Yurt tinch, tan sog', shukr qilaylik. Yaxshilik qilaylik. Buni shukri nima bilan bo'ladi? Shuni g'animat bilish bilan, qadriga yetish, yaxshilik qilish bilan. Azizlar, bizni dinimizda Hanafi mazhabida sog'liqni saqlash vojib. Shofiiy mazhabida sog'liqni saqlash farz. Ya'ni biz sog'ligimizni e'tiborni qilib yurishligimiz bu vojib. Ha, endi o'tib ketadi degan odam gunohkor bo'ladi. Qaysi bir taningizni bir jihati og'ridimi? Shikastlanganligini sezdingizmi? Darrov uni borib davolashni harakatida bo'lish bu gardaningizdagi taningizning haqqi. Chunki Alloh taolo qiyomatda so'raydi. Bandani so'roq savollarining orasida qiyomatda alam nusihhalaka jismak, ey bandam, senga biz sog'lom tanni beruvdik deydi Alloh taolo.